Assalomu alaykum. Men Vahobova Muqaddamxon. Xorijiy til va adabiyot yo'nalishi 3-kurs 5-guruh talabasiman. Men bu video darslikni elektron ta'lim resurslari fanidan tayyorladim. Ushbu video orqali biz Englify onlayn maktabining platformasini qanday ishlatishni o'rganamiz. Englify platformasiga kirish uchun dastlab englify.uz saytiga kiramiz. Va o'ng tarafda yuqorida turgan login tugmasi orqali kerakli ma'lumotlarni to'ldiramiz. Va asosiy platformaga o'tiladi. Platformaga kirilganda Units bo'limi va daraja nomi ko'rinib turadi. Har bir unit ichida o'zining vocabulary, ya'ni so'zlar va video darsliklar turadi. Va bu yerda uy vazifalari uchun maxsus bo'lim ham mavjud. Vocabulary bo'limida so'zlar tarjimasi, izohlari turadi. Uni o'rganib chiqqanimizdan so'ng turli mashqlari mavjud. Ularni bajarib chiqamiz. Ushbu topshiriqlarda biz so'zlarning inglizcha tarjimalarini topishimiz kerak bo'ladi va keyingi bosqichda buni aksini, ya'ni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjimasini topishimiz kerak bo'ladi. Keyingi bosqich esa harflar orasidan so'zni to'g'rilaymiz. Mashq so'ngida esa natijalar chiqadi va qayerda qanday xatoga yo'l qo'yganimizni ko'rsatib o'tadi. Keyingi bo'limda turli video darslik, mashqlar videolari bor. Keyingi bo'lim homework, uy vazifalari uchun mashqlar bosqichma-bosqich berilgan. Bu mashqlarni bajarib, ham o'z bilimlaringizni sinab o'tishimiz mumkin. Va bu platformada movies, library, podcast sahifalari ham mavjud. Har bir unit uchun tugatganlik foizi mavjud bo'lib,
Har bir unitni bajarganimiz sari foizimiz ko'tarilib boraveradi va foizlar 100% ga yetganda ushbu unitni to'liq tugatgan hisoblanadi. Ushbu platformada 5 ta skillimizni hisoblaydigan foizli ko'rsatkich ham mavjud bo'lib, bizning o'rganish darajamiz foiz ko'rinishida paydo bo'ladi va qaysi skillimiz baland bo'lsa, yuqori ko'rsatkichda, qaysi bir skillimizda qiynalayotgan bo'lsak, past foizli ko'rsatkichni ko'rsatib turadi. Va so'ngida complaint bo'limi ham mavjud bo'lib, bu yerda biz taklif va mulohazalarimizni yozib qoldirishimiz mumkin. Ushbu platforma juda foydali bo'lib, o'zim ham foydalandim. E'tiboringiz va sarflagan vaqtingiz uchun rahmat.